terasali hovlida. Aslida ham qursa bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Atrofni qarab ko'rib o'tirish imkoni bo'ladi. Bu obyektimizda ham toblik pol ishlarini, radiator ishlarini qilib o'z yakuniga yetkazilgan. Sanuzel kanalizatsiya ishlari barchasini chiroyli qilib qiziqyaptimi? Bu uylar egalariga xayrli bo'lsa, xonadan to'g'ri terasaga chiqish imkoni bo'ladi. Bu tarafda sanuzellar. Oddiy pastani ham ko'rsatishingiz mumkin. Bu ikkinchi qavatda ham katta hol. Hol ham qanaqaki, mana birinchi qavat bilan ikkinchi qavat bitta bo'lib ketgan, uyg'unlashib ketgan, chiroyli. Luchoy sistema barcha joyda. Hozir sanuzellarimiz dizayneri to'liq bitgan, shuning uchun hamma turba ko'rlar ichiga olib kirib qo'yganmiz. Qolgan joylar mana stechka tayyor. Kanalizatsiyalarimiz ham izolyatsiya qilingan barchasi. Va endi birinchi qavatga tushamiz. Tashqaridan ham mana ko'rsatishim mumkin, bu orqa tomon. Bu baland hol bo'ladi bu joy. Panoramli oyna mana. Bir qavatdan ikkinchi qavatgacha deyarli yaxlit tushadi. Baland ko'rkam xona bo'ladi ham. Yaxshilikka xizmat qilsin uylar. Xullas shunaqa bizda santexnik ishlari davom etyapti. Barchasi mana Luchoy sistemada kelyapti. Salomat bo'ling. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zafar og'am jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hammamiz